Salom, bugun sizlar bilan Minecraftning yangi versiyasini sinab ko'ramiz. 1.20 ga o'xshar ekan. Hozir battan farq qilmasdan, prosta yangi mod qo'shilgan. Kirishi 1.21 ga o'xshar ekan. 1.21 ga kiryapmiz. Kirdik. Endi birinchi elementarga qaraymiz. Qani qaysi yangi mod? Ana ko'raylikchi yangi qanaqa moblar qo'shilgan ekan. Hozircha yangi mob ko'rmayapman. Mana bu yo'q. Ko'rgan bo'lsanglar aytinglar. Yaxshilab qarab chiqaylikchi. Bu yerda yangi narx qo'shilmaganmi? Yo'q. Yurama o'sha. Versiyada nima? Yangi. Mana oldin o'ynagan bo'lsalar, yo'q. Bu versiyada bitta blok olish kerak. Bu versiyaga qo'shilgan jonivorni ko'rgandim, lekin chiqmayapti-ku batda. Ismini o'rganamayapman. Ana Slizga o'xshashi. Sliz emas lekin. Bu nima ekan? Bu nimaligini? Mana bu ne? Hozir topishimiz kerak buni blosni. Balki kirkada turar. Bu hayvon kirkada turmas. Hamma narsa bir xil. Ben hozircha topolmadim. Mesni olamiz. Anvilni olamiz. Anvilni ruscha ekan. Hozir to'g'rilaymiz buni. English endi bu. Meysga kim manaqa bitta sakrab urgandi. Osmonga uchiradigan sehrni topa olmagan bo'lsa, hozir ko'rsataman ashuni. Mana 3 xil, uchinchisi oling, uchinchisi yaxshi. Ikkinchi darajasi, birinchisi bor. Biz buni arvilni qo'yib, beysni qo'yib, bunu olasizlar. Endi poliboy hayvonni olasizlar. Men o'zim hozir bitta tonali boy masalan kimni? Golem, sekin yuradi. O'sha golemni olaman. Ya'ni birga olib bunday qaratib ishga yaxshi ishlamayapti. Ko'rasizlarmi?
Evet. Mazaqla buraya bir ketaverasizlar. Bedrock degan bir shahar ishlaydi. Shundoq elevatorga kirasizlar. Xullas qidirishga qilib Wind deb yozasizlar. Windga mana 3 ta sehr chiqadi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Shu Wind degan mana asli Wind mana bu Wind cherges. Xullas havo ana bu shari. Shu havo sharilar va havo shari chiqadi-ku shu tepaga chiqib yurganlarni itaradi. Mana bundoq bo'lyapti. E'tibor beringlar. Ko'rasizlarmi? Böyle. Gelemem tamam. Bular Warden'ni 7 dan 6 ta zarbada yo'q qilasizlar. Endi kreativda agar obaga bo'lsanglar, shu sehrni topasizlar qayerdadir. Topsanglar yaxshi. Bo'ladi. Joylarga tepada urish shart emas. Prosta ko'proq joy oladi tepada ursak. Zo'r sehr bu. Lazım yangi qo'shilgan mobni topa olmadim hozir. Sizlar topsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Xenox bo'ldi.